Bugun yosh avlod orasida mutolaa madaniyati sezilarli darajada o'sgan bo'lib, unda albatta axborot kutubxona markazi mutaxassislari xizmati katta. Shu boisdan ularning mehnatini munosib e'tirof etish maqsadida Abdulla Qodiriy nomidagi axborot kutubxona markazida yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Bugungi kunda jamiyatda kitobxonlik an'analarini ommalashtirish va targ'ib qilishda axborot kutubxona mutaxassislarining o'rni beqiyosdir. Shu munosabat bilan o'tkazilgan tanlov qatnashchilari bir-birini takrorlamaydigan chiqishlar bilan sohaning bilimdoni ekanligini namoyish etishdi. Shuningdek, mazkur ko'rik tanlov orqali ishtirokchilar o'z salohiyatlarini sinovdan o'tkazish bilan birga, bugun yoshlarni kitob mutolaasiga oshno qilish, kitob o'qishga muhabbat ruhida tarbiyalash va ular orasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri ekanligini amalda ko'rsatishga muvaffaq bo'ldilar. Tadbirning tashkil etilishi birinchi navbatda kutubxona sohasi xodimlarining kasbiy mahoratini oshirish va ularning fidoyi xizmatlarini rag'batlantirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Sohada uzoq yillar mehnat qilgan, sohani ilmini chuqur biladigan va tuman shaharlarimiz imkoniyatlarini yaxshi tushunadigan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, bir vaqtning o'zida onlayn rejimida O'zbekiston Milliy kutubxonasining mutaxassislari ham olib borayotgan tadbirni adolatli, shaffofligini kuzatib boradilar. Maqsadimiz so'nggi 7 yil davomida kutubxonachilik sohasida Prezident tomonidan chiqarilgan farmon qarorlar, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, umuman shu kutubxonachilik sohasini, kitobxonlikni, xalqni, jamiyatni kitobga qiziqtirish masalasida olib borilayotgan ilg'or tajribalar kelajakdagi maqsadlarimizni anglab, zukko mutaxassisni topib olishdan iborat bo'ladi. Tadbir davomida viloyatning tuman va shaharlardan qatnashgan ilg'or ishtirokchilar o'zaro tajriba almashish, yangi g'oya va bilimlar olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Aholimiz o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan e'tibor juda yuqori. Kitobxonalarimiz obod, kitobjabonlarimiz kitoblar bilan to'la. Mana aynan bugungi yana shu kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan bir katta tadbirimiz yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassis ko'rik tanlovi Navoiy viloyatida bo'lib o'tmoqda. Aynan unda biz Uchquduq tuman axborot kutubxona markazidan mutaxassislarimiz bilan ham qatnashmoqdamiz. Albatta, bundan maqsadimiz nima? Bundan maqsad yanada o'sha kitobxonlikni rivojlantirib, aholiga o'z xizmatimiz bilan interaktiv yondashuvimiz orqali xizmat ko'rsatib, kitobxonalarni rivojlantirish, aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirib, aholimizni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini, mehrini oshirishdan iborat albatta. Tadbir so'ngida tashkilotchilar tomonidan g'oliblarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Albatta, bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi axborot kutubxona markazi mutaxassislarini o'z kasbiga bo'lgan muhabbatini oshiribgina qolmay, ular faoliyatini yanada samarali olib borishlariga ham xizmat qiladi.